Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, To'quvchi dunyosi kanaliga xush kelibsiz. Bugungi rolikda men sizlarga qolgan iplarim haqida gapirib bermoqchiman. Mani iplarim uncha ko'p emas. Hozir mana shu ko'rib turganinglar, hozir birin-ketin ko'rsatib boraman. Iplarim haqida qisqacha ma'lumotlar berib ketaman. Mana menda hozir 5 ta ipim bor. Lanosa Vulbanita sireniyevi rang. Bu pochkada turibdi. Men ko'pincha ip olganimda kamida 5 ta olaman. Chunki bemalol biron bir kiyim to'qisam, qolganiga bolalarga yoki bu narsalar to'qisa bo'ladi. Bu ipim ko'rsatadigan iplarimni почти hammasi Turkiyaniki bo'lib, shu yerda o'zimizda magazinlarda olganman. Keyingi ipim ham Turkiyaniki bo'lib, bu kartopu yoki kartopu. Bundan men 10 ta olganman. Chunki bu rang, fioletovoy rang juda ham yoqtiraman. Глубокий fioletovoy. Mana tarkibini ko'rsatyapman. Bu ipni ko'proq olganman, chunki uzun kardigan to'qimoqchi bo'lganman-da. Keyin yana boshqa xuddi shunaqa ip olganimdan keyin bu qolgan. Boqa turibdi. Ko'raman, biron narsa to'qirman. Keyingi ipim ham paypoq to'qish uchun maxsus olganman. Bu ip tarkibida echkini yuni bo'lib, qolgani sherst afsa deb yozilgan. Qishda issiqqina kiyish uchun paypoq to'qish uchun olganman. 250 gramm bu yerda. Keyingi ipimni tarkibida tuyani yuni bo'lgani uchun olganman. Bu ip juda ham yumshoq bo'lib, qichitmaydi. Ip yuqa 250 grammdan 500 gramm olganman. Yengil, yupqa narsa chiqadi. Mo'ljalim uzun nimchaga o'xshagan narsa to'qish ko'ramiz. Olib qo'yganman turibdi. Juda ham yumshoq, qichitmaydigan ip bu. Bitta o'zidan to'qisa ham bo'ladi, ikkita ip qilib to'qisa ham bo'ladi. Bu ipni men 3 ta dona sotib olganman. Buni har bitta ipda 150 metr bo'lib, 450 metr ip bor. Hozir ko'rsataman. Buni men spesialni kichkina navaramga, kechirasizlar, 125 metr ekan. Unda bu 375 metr bo'ladi. Bundan bemalol kichkina 1,5 yoshdan 2 yosh, 3 yoshgacha kiyim to'qisa bo'ladi. Kichkina navaramga yozgi kiyim to'qish uchun olganman buni men. Gazal Giza. Bu tarkibi paxta bo'lib, yozga to'qiladi. Keyingi ipim maher. Men maher yaxshi ko'raman, bilasizlar. Bu rangi Tiffany rangini ham yoqtirganim uchun, ham maher ip yoqtirganim uchun buni olganman. Bundan xuddi shunaqa rang ip qo'shib kardigan to'qimoqchiman. Maherovoy. Bundan 5 ta olib qo'yganman. Qizlar, men hamma iplarimni tortib, yozib borib, oxirida qancha ipim borligini aytib beraman sizlarga. Bu ip maher bo'lib, bu Lanagata, bu Italiyaniki bo'lib, bu juda ham tarkibida kit maher bo'lib, bu juda ham nozik, juda issiq ip bu. Buni ham o'zidan to'qisa ham bo'ladi, juda ham nежный narsa bu chiqadi. Yoki ip qo'shib qalinroq qilib to'qisa ham bo'ladi. Buni rangi juda chiroyli. Yagodni rang. Buni ham olganman turibdi, hali ko'ramiz nima to'qiyman. Niyatlarim ko'p, xudo xolasa birin-ketin amalga oshiraman. Hozirlarni bahonanglarda o'zim ham hamma iplarimni ko'rib olmayman. Qanaqa iplarim bor ekan. O'tganda mo'ljal qilib olganim bilan ba'zi odam sekin esdan chiqib ketadi. Hozir ko'rib, plan ham qilib ketaman. Bu ko'rib turgan iplardan o'sha shapka to'qib sizlarga ko'rsatganman. Bu ham yumshoq bo'lib, bu Semyonovskaya pryaja. Mana tarkibini ko'rsatyapman. 50% akril, 35% maher qolgani sherst. Bu ham yumshoqqina, issiqqina shapka chiqqan. Bundan 4 ta qolgan. Biron bir nimchami, shletmi, o'g'limga to'qib berish niyatim bor. Lekin shapka sharflarga ham rosa yaxshi chiqadi. 100 grammida 300 metr. Keyingi ipim bu Gazal XL Baby Wool. Buni ham bolalarga narsa to'qishga olganman. 2 xil rangidan olganman. Qora rangi bilan jins rangidan olganman. Buni 8 ta olgan bo'lsam, 8 ta ipim где-то 400 gramm bo'ladi. Bu juda ham yumshoq, yengil, ayniqsa bolalarga qichitmaydigan narsa chiqadi. Bilasizlar, bolalar qichitadigan narsalarni yomon ko'rishadi. Kishmaydi. Bundan ham 8 ta olganman. Keyingi ipimizni ko'rsatgan ipimiz saro rangi, Lanosa Bonita saro rang. Bu juda ham nежный, chiroyli rang bo'lib, bunga men mo'ljal qilib qo'yganman. Xuddi shunaqa ipni seri rangidan olib, pulver to'qimoqchiman detskiy. Rosa chiroyli chiqadi. Seriga sariq juda ham yarashadi. Tarkibini ko'ryapsizlar.
Bundan bittagina olganman, faqat turibdi. Pulver to'qish niyatim bor. Bu Drops Mirina, bu ham italyaniki bo'lib, bu juda ham yumshoq. Bu imенно bu ipdan bolalarga to'qishadi. Bu ip qimmat bo'lgani uchun bitta probaga olganman. Qani nimadir to'qib, eksperiment o'tkazib, keyin sizlarga aytaman. Lekin bu juda ham maqtashadi, juda ham yaxshi ip. Imенно bolalarga to'qiladi, lekin juda qimmat ip. Bu bittasidan menimcha kichkina bolachalarga shapka chiqadi. Shapka to'qisa bo'ladi. Keyingi ipim, bu ipdan men narsa to'qiganman. Bu bitta ip qolib ketgan. Yozda kiyishga futbolka, kofta to'qiganman-da, yumshoq bu ip, yumshoq paxta ip, rosa chiroyli chiqqan, lekin sal qalinroq chiqqan. Bu bitta qolgan turibdi. Bolalarga bu narsa to'qiyman, nevaralarimga. Men doim sal ko'proq olaman, yetmay qolmagandan ko'ra ozgina ortib qolgani yaxshi. Agar iplar qolsa, bu tarzda to'qisa bo'ladi. Bittaga mana 100 gram ipim bor ekan. Mana bu aytgan ipimni jins rangi Gazal XL Baby Wool. Bu ham o'sha imенно kichkina bolalarga to'qishga mo'ljallab olingan. Bundan bemalol bitta kardigan to'qisa bo'ladi. 9-10 yashar bolaga 400 gramdan. Kapishonlari bilan. Bunda ham 8 ta olganman, 400 gram. Rangi uchun oldim, tarkibi uchun. Men doim ip olganda juda ham ahamiyat beraman tarkibiga, agar imенно bolalarga to'qishga olsam. Bu Semyonovska pryaja Rossiyaniki bo'lib, bu sherst ip, 100% sherst, juda ham yupqa. Buni 5 ta, 4 ta, 3 ta ipda to'qisanglar rosa yaxshi narsa chiqadi. Toza sherst ip, rangi juda ham chiroyli. Bazilik rayhonang deb yozib qo'yibdi. Bundan 5 ta olganman. O'zimga jemfer to'qimoqchiman. Rangi juda ham chiroyli. Nejniy rang. Bunda ham 5 ta bor. Yo 3 ta ip qilib, yo 4 ta ip qilib jemfer to'qimoqchiman. Bularni hammasini men to'qib ko'rish uchun eksperiment uchun olganman. Bu ipimdan 5 ta bor edi. Bu maher. Bu 100 gramda 550 metr bo'lib, asosiy bu ipni boshqa iplarga qo'shib to'qiyman, chunki issiqroq bo'ladi. To'qilgan kardiganlarga agar bitta maher ip qo'shib to'qisanglar, juda ham issiq bo'ladi. Bemalol sovuqlarda kiyib yursa bo'ladigan. Bunda menda 5 ta ip bor edi, hozir 2 ta qolgan. Asosan boshqa rang iplarga qo'shib har xil narsalar to'qiganman. Mana sizlarga ko'rsatyapman. Bu yerda shu ipni qo'shib to'qiganman. Buni jemfer kofta desa ham bo'ladi. Men spetsialniy yengini kalta qilib to'qiganman. Bizda bilasizlar, issiq, yengi uzun uncha yaxshi ko'rmayman. Bu ham kartopu, bu ham tiftik deb yozgan maher ip bu. Bundan 5 ta bor menda. Men o'sha bittasini olib narsa to'qib olman. Bitirsam albatta sizlar bilan bo'lishaman. Juda ham chiroyli narsa chiqyapti. Buni tarkibi sal boshqacharoq. Bu yerda sizlar даже fabrika qancha ip olishlargacha ko'rsatib qo'yibdi, nima to'qishga qancha ip olish. Men baribir bunga qaramayman, o'zim doim namuna to'qib, hisob-kitob qilib keyin olaman. Biror narsa to'qisam. O'zi xovarang ko'k iplarni yaxshi ko'raman, ko'p olaman. Oxirgi paytda shu sireniyavoy iplar yoqtiryapman. Bu ipdan ham o'sha men narsa to'qiganman. Bu ostatkada qolganlari bir 200 gramdan sal oshiqroq qolgan. Bu ip Lanos Angora Millennium metalik tarkibida, sal yaltiroq bo'lgani uchun metalik. Bu ham mana 100 gramida 550 metr. Rosa barakali ip. Mana 5 ta ip olgan bo'lsam, nechta koftalar to'qib tashladim, hali ham ostatkada bor. Mana rangi 13-rang, 75% akril, qolgani maher ekan. Bu qolgan ipim. Bundan yana bemalol 2 ta kofta chiqarsa bo'ladi. Hozir agar rasmi bo'lsa, men qo'yaman. Bu boya ko'rsatgan Semyonovska pryajaning qora rangi. Men buni bitta olganman. Spetsialni har xil maher iplarga qo'shish uchun. Bu yarmi akril, yarmi sherst ekan. Lady Silver. Buni men qo'shib yaqinda shunaqa o'zimga yaxshi jilet kofta to'qib oldim. Juda ham yengil chiqdi. Mana hozir ko'rsataman. Bu yerda sal temnoyroq ko'rsatyapti.
chiroyli chiqdi. Maza qilib mana bu xazonangizga kiydim. Bu ipim ham mahir bo'lib, bu sal qalinroq, bundan bittagina bor. Buni ham nimagadir olgandim, to'qiyman deb, faqat turibdi, hali to'qimadim. Lanos Luxe mahir ekan bu. Bu tarkibi yaxshiroq. Bunda 100 grammida 200 metr qalinroq bu sal. Nimadir to'qiyman deb olgandim. Mana tarkiblarini ham ko'rsatib ketyapman. 70% mahir. Bu juda ham issiq narsa chiqadi agar to'qisak. 200 metr shapkami, lekin qichitsa kerak bu. Bolalarga to'qib bo'lmaydi, kattalarga to'qisa bo'ladi yoki biron bir narsaga qo'shib to'qib yuboraman. Etiketkasi eskirib ketgan ekan, mana yana ham boshqatalab ko'rsatyapman. Bu ip tarkibida ham tuyani yuni bo'lib, buni ham bitta dona oldim. Bu sal qalinroq. Verblюжа 6 deb yozib qo'yibdi. Bundan paypoqma bir narsa to'qib ko'rmoqchiman. Sal 200 metr bo'lsa 100 grammida qalinroq paypoq chiqadi. Bitta pari paypoq bemalol chiqadi. Qiziqib olib ko'rdim bitta dona. Bir xilani oyoqlari og'riydi, yosh kattalarga to'qib bersanglar maza qilib, duo qilib kiyishadi. Bu ipdan bitta dona olganman, bu ham Semyonovskaya pryaja. Bu ipni ham men qo'shish uchun olganman, как добавочный nit, rangi yoqqani uchun. Bundan hali hech narsa to'qib ko'rmadim, lekin har xil namunalar to'qiganimda qo'shib to'qidim. Rangi yabloko edi, adashmasam, olma rangi edi. Bu ipimdan ikkita qoldi, Alize Baby Best. Bundan yaqinda juda ham yumshoq nimcha to'qidim. Uni ham ko'rsatganman oldingi videolarimda, ko'rsanglar bo'ladi. Uni tarkibida atigi 10% bambuk bo'lsa ham, lekin kiyganinglarda xuddi 100% bambukka o'xshaydi. Juda ham yumshoq. Yumshoq narsa bo'lib chiqdi. Bundan ham 5 ta olgandim. Shu rangi yoqib olgandim. 2 ipim qoldi. Taxminan 200 gram ipim qoldi. Mana bu sizlarga italyanskiy prajani ko'rsatdim. Agar solishtirsak, bu arzon ip. Tarkibi rosa o'xshaydi o'sha qimmat ip anaqasiga. Taktilni kiyganinglarda. Mana to'qigan nimchami rasmini ko'rsatyapman sizlarga. Juda ham yumshoq bo'lib chiqdi. Bu Alize Lana Gold ipimdan bitta dona bor. Men sviter to'qiganimda ozgina yoqasiga yetmagan bo'yniga. O'shanda sal o'xshash ip deb olib to'qidim endi, lekin o'zimga uncha yoqmadi. Agar o'sha asosiy ipini topsam, yana olib o'sha bo'ynini boshqadan to'qib qo'yaman. Mana sizlarga ko'rsatyapman. Ikkitagina ipim bor edi, amallab bitta sviter to'qidim. Boshqa iplar qo'shib. Buni rangi ham juda ham chiroyli. Bu sal qalinlik qildi. Bu ip nomi Olga Semyonovskaya pryaja. Bundan nevaralarimga shapka to'qiganman. Bu ham juda ham yaxshi ip, yumshoqqina, qichitmaydi. Bundan 5 ta edi, 3 ta qoldi. Bizurkavga to'qib beraman, xudo xolasa. Rosa yumshoq ip, mana to'qigan shapkamni rasmini qo'yib qo'ydim, ko'rasizlar. Bundan 3 ta dona bor, 300 grammdan bemalol bitta yaxshi nimcha chiqarsa bo'ladi bitta ipdan to'qib. Sostavi ham yaxshi, metraji ham yaxshi, 100 grammida 300 gram где-то, 300 metr. Bu hamma biladigan Alize Superlana Classic ip. Bundan menda 5 ta bor edi. Bundan ham ozgina Lurexda ip qo'shib juda chiroyli nimcha to'qidim. V-образный oldinimda uchburchak qilib to'qib, keyin mo'l jilet chiqdi. Juda chiroyli chiqdi. Ishlarga kiysa bo'ladi. Buni ham rangi juda ham chiroyli. 3 ta qoldi. Ko'ramiz, yana bir narsalar to'qiyman. Oxirgi paytda men bir xil rangli ipga nisbatan har xil ranglarni qo'shib to'qishga qiziqyapman, chunki juda chiroyli narsalar chiqyapti. Bu ipim Alize buni mana tarkibida 25% mahir, 24% yun sherst bo'lib, bundan 5 ta olganman. Buni men sviter to'qimoqchi edim. Men qish sovuqlarda chiroyli oppoq sviter to'qimoqchi edim o'zimga. Agar to'qisam, kuzatib borsanglar, birga to'qiymiz. Bu faqat turibdi. Juda ham rangi menga yoqadi, shunaqa ranglar. Ivory deyishadi rangini. Biz молочный yeymiz.
Bu ipim Alize simli. Bundan men 2 xil rang olganman. 5tadan ikkitasini ishlatganman, shapka to'qiganman. Opamlarga singlimga shapka to'qib berdim, chiroyli chiqdi. Endi 3tasidan anaqa to'qimoqchiman. Bitta ip, ikkita ip qilmasdan bitta ip qilib, pauchinka sviter to'qimoqchiman. Issiq, yumshoq bo'ladigan. 3tadan sal yana ozgina ipim qolgan ekan. Rangi juda ham o'zimga yoqadi, chiroyli chiqdi. Shapkalarni lekin rasmi yo'q, berib yuborganman. Bu ikkinchisi, buni rangi sal sireneviyroq. Buni o'sha bittasini men kek qilib o'rab qo'ydim to'qishga, o'zimga udobniy qilib. Bundan ham kardiganmi bir narsa to'qiyman. Juda ham chiroyli chiqadi. Agar bitta ipdan to'qisanglar, sal ko'proq vaqt ketadi-yu, lekin juda ham nejniy narsa chiqadi. Ikkita ipdan to'qisanglar qalin bo'lib chiqadi. Men qalin narsalarim ko'p, o'sha bitta ipdan to'qiyman. Mana bunaqa qilib o'zimga qulay qilib o'rab olganman. To'qishga qulay bo'ladi. $500 gramcha ipim bor mana. Ko'ramiz nima to'qiymiz. Qizlar, agar sizlarda ideyalar bo'lsa, menga kommentariyada yozsanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Shu iplardan sizlar nimalar ko'ryapsizlar, nima to'qisa bo'ladi. Keyingi ipimdan bunda yaqindagina men kardigan to'qidim. Shu ikkita ipdan to'qigan bo'lib, bittasiga shu ipni qo'shib to'qidim. Juda ham nejniy bo'lib chiqdi. Rasmini qo'yaman, ko'rasizlar. Hozir bu 5 ta ip bo'lsa, 2 ta ipim qolgan. Mana sostavini ko'rsatyapman. Juda ham nejniy chiqdi. Повседневный qilib kiysa ham bo'ladi, o't-bo'tga borganda kiysa ham bo'ladigan chiqdi. Ustimda kiyib, yurib ko'rsatganman, agar videolarim ko'rgan bo'lsanglar. Hozir rasm qo'yaman, ko'rasizlar. Cho'nchakli, to'la to'kis kardigan to'qidim. Keyingi ipimiz bunda bularning rangini bir-biriga moslab olganman. Ikkita Mahir, ikkita Lana Gold Classic. Bundan qizchalarga kardigan to'qimoqchiman. Lanosa Woolrich ekan bu, adashibman. Juda ham sostavi yaxshi. Issiqqina kardigan, mana 70% yun ekan, ko'ryapsizlar. Bundan issiqqina kardigan chiqadi. 7-8 yashar qizlarga to'g'ri keladigan. Bitta ip Mahir, bitta ip buni qilib kardigan to'qimoqchiman. Chiroyli kardigan. Mana ko'rsatyapman. Hozir obrazets to'qiganman. Taxminan bundan ham 400 gram bo'lishi kerak. 4 ta ipdan. Bu mana ikkinchi ipim Angora Millennium Metallic. Qo'shib to'qiganda juda chiroyli chiqyapti. Ham issiqqina chiqadi. Mana bu deshilarini Mahir yopadi-da, shamol o'tkazmaydi. Bemalol kiyib bo'ladi. Bundan ikkita bo'lsa 200-400 gramcha ipim bor mana. Hozir obrazets ham ko'rsataman namunani. Ham iplarimni sirazu tarozida tortib yozib ketyapman. O'zimga ham qiziq, qancha ipim bor ekan. O'zi doim men harakat qilaman. Qancha ip oldim, nimalar to'qidim, qancha ipim qoldi yozib yurishga o'zim uchun. Mana sal ko'ryapsizlarmi? Ana yaltirog'i bor-da, chiroyli chiqyapti. Men har doim namuna to'qib, keyin harakat qilaman. Narsa to'qishga noto'g'ri bo'lib qolmasligi uchun. Keyingi ipimiz, bu ipdan ham men o'zi foydalanib o'zimga yozga kofta to'qib oldim. Bu Bexorka fabrikasini Жемчужная degan tarkibida paxta bilan viskoza bo'lgan, 50% paxta, 50% viskoza bo'lgan ip. Bundan men 6 ta dona oldim, 600 gram, 300 gramdan sal oshig'idan 310 gram bo'lsa kerak. Shunaqa juda ham yaxshi chiroyli yozga koftishka o'zimga to'qidim. Futbolka kofta. Yozda maza qilib kiydim, chunki u havo o'tkazadi, isib ketmaymiz. Nimagadir xuddi tarkibida shuv bordek to'kilib turdi. Bunaqa qotib turmadi. O'sha viskoza bo'lgani hisobiga bo'lsa kerak. Ip juda ham mana qaranglar, ingichka bo'lgani uchun adashmasam 2,5 spitsada o'qidimmi?
ancha где-то bir oy to'qidim, lekin koftam juda o'zimga yoqdi. Tepada reglan qilib to'qidim. Maza qilib yozda kiydim. Yana 300 gramm ip, 314 ketibdi, 314 gramm ipim ketibdi. Yana где-то 300 grammcha ipim bor. Bemalol yana bitta kofta to'qisa bo'ladi. Oldingi videolarimda o'zim ustimda kiyib ko'rsatganman. Bu yerga ham agar ana qilsa, ozgina qisman qo'yib ketaman videoni. Keyingi ipim bu Alize Lana Gold Classic bo'lib, adashmasam agar, men bularni o'sha to'qishga tayyor qilib o'rab qo'yganman. Bundan men juda ham chiroyli Alize Super Lana Classic, to'g'ri aytibman. 25% shers, qolgani akril. Bundan men yaqinda juda ham chiroyli kardigan to'qidim. U tsvet pudri deyiladi. Yaqinda to'qigan kiyimlarim obzorida ko'rsatib beraman. Bu kardiganni o'zimga to'qimadim. Iltimos qilishdi, kattaroq razmerda to'qidim. Shu ipga bitta ip xuddi shunaqa rang maher qo'shib to'qidim. Ko'rinishdan yupqa bo'lsa ham juda ham issiq kardigan chiqdi. Unga belvoq ham to'qiganman. Cho'nchakli belvoqli kardigan chiqdi. Keyingi ipim, buni ko'rsatuvdim sizlarga, saro rangini, sireniy rangini, bu ro'zaviy rangi, och pushti rangi, Lanosa Bonita. Bundan ham bitta donagina ipim bor. Buni ham shu bolalarga yo shapka, yo snud bir narsaga olgandim to'qishga. Buni ham tayyorlab qo'yganman to'qishga. Rejalarimda shu bolalarga narsa to'qimoqchiman. Agar yetqiz olsam shapka, snud to'qiyman. Yetqiz olmasam bitta shapka bo'ladi-da, qolganini keyin boshqa narsalarga qo'shib to'qiymiz. 100 gramm где-то. Bu ipdan juda ham chiroyli uzorlar chiqadi agar uzor qilib to'qiygan bo'lsangiz. Bu ipim puxnorki, Xitoyki bo'lib, puxnorki deyiladi. Bundan shapka to'qiganman o'zimga, juda ham yumshoq, mayin shapka chiqqan. Shunaqa rang kurtkam bor, o'sha kurtkaga moslab shu rang ip olganman. Sal ko'proq olganman. Qolganidan shart to'qib olmoqchiman o'zimga. Men buni ham bitta ip qilib to'qiganman. Chiroyli nerjni chiqqan. Yumshoqqina, lekin issiqqina. Mana qolganini hozir o'lchab yozib qo'yaman. Bemalol uzun, anaqa qalin emas, uzun yupqa kengroq shart to'qib olmoqchiman. Yelkaga tashlab o'tirsa bo'ladigan. Bu ip Yarnard Dolce deb yozgan. Bu ipdan men o'zimga jumper to'qiganman. Bu rangida emas, siniy rangidan. Bu ipimdan ikkitagina bor. Bunga yana 3 ta olib, детский plet to'qimoqchiman. Yaqinda plet to'quvdim. Havo rangidan juda ham menga yoqdi. Juda yaxshi chiqdi, issiqqina. Yana 3 ta olsam, bitta plet bemalol chiqadi. Rangi juda ham chiroyli. Buni ham rangi yoqib, o'zi 2 ta dona qolgan ekan, magazinda 2 ta oldim. Keyin qo'shib olarman deb paka turibdi. Plet to'qish niyatim bor. Nevaralarim o'ynab mana aniq tashlashgan. Mana shu rangidan o'zimga sviter to'qib olganman. Va qizlar ishonasizlar, 3 yil bo'ldi. 3 sezondan beri kiyaman. Men nimagadir bu ip tez anaqa yomon bo'lib ketadi deb o'ylagandim. Yo'q, bemalol 3 sezondan beri qishda bosib kiyaman. Issiqqina, yumshoqqina, xuddi maxroviy xalatga o'xshaydi yumshoqligi. Bemalol kiyaman. Agar hozir rasmi bo'lsa qo'yib qo'yaman. Bu sviterni ham kiyib ko'rsatganman oldingi videolarimda. O'sha baribir unda rasm ko'rsatgandan ko'ra odam ustida kiyib ko'rsatsa boshqacha ko'rinadi. Bu ham keng, mo'l qilib to'qiganman. Keyingi iplarim bu paxta bo'lib, paxta tolasi bo'lib, Alize Miss. Buni men spetsialni ko'proq olib qo'yganman. Xo'jayinim bilan o'g'limga do'ppi to'qib beraman doim. Ko'pincha anaqalarga borishganda yo'qotib kelishadi, tashlab kelishadi. Doim zapasda bo'ladi. Bir 2 soat, 3 soatda bitta do'ppini to'qisa bo'ladi. Ko'pincha to'qib beraman. O'sha xohlagan o'ziga tanlashadi. Har xil uni ham anaqalari bor, bilasizlar. O'sha zichroq qilib to'qisa bo'ladi, qalinroq chiqadi. Sal sal anaqa orasini ochibroq to'qisanglar, yozlarda kiyadigan chiqadi. Bunda ham menda zapasda turadi. Imенно qora xolashadi. Qora to'qib beraman. Qaysidir videolarimda ko'rsatganman. Ikki xilini ko'rsatganman.
qalinroq ipdan, yuqoriroq ipdan. Bu mani qolgan iplarim, остатки deyishadi-ku. Narsalar to'qiganimdan qolgan iplarni bularni ham tortib qo'yaman. Bilib o'zimda turishi kerak, bilishim kerak. Men keyinchalik yana bitta video qilmoqchiman qolgan iplardan nimalar to'qiganim haqida. Juda yaxshi narsalar chiqqan. Sizlar bilan keyin bo'lishaman uni ham video qilib. Bularni ham alohida tortaman-da, keyin umumiy qancha ipim borligini aytaman. Mana bu hozir ko'rib turgan iplarni men paypolaga qo'shaman. Mustahkam bo'ladi. Ya'ni quruq shirtdan to'qisanglar tez yirtilib ketadi. Ozgina akril bo'lsa, anaqasida sostavida sal uzoqroqqa chidaydi paypola. Mana boyagi ko'rsatgan ipimdan to'qigan jipirimdan qolgani karto'p edi u ham. Mana shu jimpirimga почти 1 kilo ip ketgan. Qolgan iplarni men hech qachon tashlab yubormayman. Har doim olib qo'yib, narsalar to'qiyman. Juda ham yaxshi narsalar chiqadi. Faqatgina kiyim emas, masalan, sumkalar ham to'qiganman. Uy jihozlari ham to'qiganman. Ip sostaviga qarab, mana shu ko'rib turgan iplardan plet to'qiganman. Bu qolgani mana. 184 gram ip qolibdi. Juda chiroyli plet chiqdi. Uni ham videolarda ko'rsatganman. 1 metrga 1 metr chiqdi. Issiqqina, yumshoqqina bo'lib chiqdi. Bu hammasi qolgan iplarim. Hozir hammasini yozib, hisoblab sizlarga aytaman. Ko'rdinglarmi, kichkinagina ipim bo'lsa ham tashlab yubormayman, doim olib qo'yaman. Nimalargadir o'sha ayniqsa mana paypola to'qiganda juda chiroyli chiqadi. O'zim hammaga doim paypola to'qiyman-da, o'zimga kelganda doim mana shunaqalardan to'qisam, ajoyib paypola chiqadi. Paypolamni ham ko'rsatgandim, o'zimga to'qigan, qolgan iplardan to'qigandim. Buni ham keyin yana bir obzor qilib ko'rsatib beraman. Shu bilan qizlar, hozir sizlarga qancha ipim qolganini aytaman. Azizlarim, hamma iplarimni hisob-kitob qilib bo'ldim. Shu bilan bobinniy pryaja menda 10 kilo 500 gram yetdi. Motochniy pryaja 8 kilo 890 gram ekan. Hammasi bo'lib, qolgan iplarga qo'shib, mayda iplarga qo'shib 19 kilo 410 gram ekan. Sizlar nima deysizlar? Kammi bu miqdor iplarni, ko'pmi? Sizlarni javoblaringlarni kutib qolaman. Agar menga kelsak, men buni ko'p hisoblamayman. Nimaga deganda, hali to'qishga juda ham meni planlarim, proyektlarim ko'p. Xudo xolasa bundan buyon hamma o'ylagan, to'qimoqchi bo'lgan kiyimlarim, proyektlarimni amalga oshirmoqchiman. E'tiboringlar uchun rahmat. Yana ko'rishguncha xayr.